Azizlar, assalomu alaykum. Xitoyliklardami adashmasam, eski ta'limotlarda 7 ta orqaga qarab sanash bor ekan-da. Mana bizda 7 o'lchab bir kes deymiz-ku. Ota-bobomizdan juda zo'r maqol qolgan. 7 o'lchab bir kesish kerak degan. Shu Xitoylarda aytadi, 7 marta nega degan savolni berish kerak. Nega men falon narsa qilmoqchiman? Nega? Oddiy masalan, biron bir narsaga oladigan bo'lsangiz ham, hatto mashina olmoqchiman. Nega? Javob keladi, o'zi miyada javob aylanadi. O'rtoqlaringiz uchunmi? O'rtoqlaringiz bor uchunmi? Yo hamma olgani uchunmi? Yo sizga kerakmi? Bir haftada necha marta siz ko'chaga chiqasiz? Benzin rasxodlari boshqa, haftasiga 2 marta taksida yurasizmi? Xolos o'sha nega degan savol orqaga beraversangiz, eng tubida yotgan narsa kelib chiqadi. Men shuni Rossiyaga keladiganlar, umuman chetga chiqadiganlarga o'sha 7 orqaga nega deganida shu ta'limotni o'rganishni xohlardim. Chunki davlatingizdan chiqib ketar ekansiz, biron bir maqsad bilan chiqasiz. Ko'pchilikning maqsadi bытовой maqsad, bытовой oddiy maqsad. Endi chet elda birpas o'tib ketadi umr. 5 yil, 10 yil birpas o'tib ketadi. 2 yil, 3 yilda kelib to'g'ri mashina olishim mumkin, uy olishim mumkin. Men uyda yurganimda shunisan qilmasdim ham deyishim mumkin. Lekin 2 yil, 3 yil deganidan keyin masalan shu o'sha nega qilaman, nega deydigan narsalar bo'lmagandan keyin orqaga misol mashina olaman, nimaga olaman? Orqaga qarab o'sha ichki sizga shu kerakmi haqiqatan? Rossiyaga kelaman, xo'sh, dokument qilaman, xo'sh, dokumentni qanaqa qilaman? O'sha narsalarni sarhisob qilmay, patentda yursa bo'ladi deydi-yu, deb patentdan keyingi mana shuncha dokumentatsiyalar bo'ladi yoki bo'lmasa oylar, vaqtlar o'tib ketadi. Oddiy o'rganmasdan turib, oddiy qonun qoidalarni o'rganmasdan turib, ko'chadagilarda gaplariga ishonib, chiroyli nimalarga kiyinib olib gapirganlarga juda ko'pchilik ishonar ekanda. O'sha Xitoyning nimasini bizdagilar 7 o'lchab bir kes deydi-yu. Hozir ko'pchilik ko'ramiz 7 o'lchab kesmayapti. Bir xillari 70 o'lchasi ham umuman kesmayapti. Bir xillari 7 dan sanamasdan kesib yuboryapti. O'shanda 5 yil Rossiyaga kelaman ekan. 5 yil o'tadi. Xo'sh, borgandan keyin nima qilaman? 5 yil patentda yuramanmi? Savollarni o'ziga bersangiz. 5 yil Rossiyada yursam, keyinchi orqaga qarab, keyinchi 2 yil dokumentdan keyin, 2 yil dokumentdan keyin nima olamanmi? Yevropa olaman deyapti, beradi deyapti. Yolg'on bo'lsa-chi, 2 yil umrim qayerga ketadi? Oy, Xudoyim, dada deysan. Keyin umrimni yana qaytadan boshlaymanmi? Kel shuni O'zbekistondan chiqmasdan turib, bitta zo'r plan qilib chiqayda. Keyin harakatimni qilay degan narsalar bilan harakat qilsak, o'sha 7 ta nega degan savolni 3 ta 4 tasiga o'sha men charchab qolaman. 3 ta 4 tadan keyin asl maqsad kelib chiqadi, 7 tagacha borilmaydi. Shuning uchun keladiganlarga Yevropaga mana viza qilishga qancha o'rgachilik qilib, keyin borib maza oladi deyilishicha. O'sha yillar kutadi. Xuddi shu narsani Rossiyaga keladiganlarga qonunlarini o'zi ko'p qonun emas, 5 ta 6 tagina narsa bor. Shu narsalarni chiroyli qilib bilib, chiroyli qilib ishni qilib, 5 yil 6 yil musofirda migrant sifatida yurmay, to'g'ri, ba'zi migrantmiz, haliga aytganda, bular aytganda ham migrant bo'lib yurmay, ham yashab, ham o'qib,
ham biron bir narsani amalini oshirsa juda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizga ham 15-20 yil avval xuddi shu narsani aytganda edi. Biz talpa mishleniyada edik, olomon fikrda edik, o'zbekchasi olomon fikrda edik. Ishlaymiz, ketamiz. Ishlaymiz, ketamiz. Necha yil bo'lib ketdi? Men tanigan odamlar ham shu, avvaldan kelib yurganlar ham shu. 10-15 yil Rossiyada yurganlar ham O'zbekistonga borgandan keyin baribir ham chetga chiqib ketadi. Qozog'iston yoki Yevropa davlatlariga. Gap uning O'zbekistonda bo'lmayapti yoki narx-navoda emas, odamning o'zida bo'lib qolyapti. Miyasida shakllanish shunaqa bo'lib qolyapti. Chunki bizning maqsadimizning juda ko'pchiligi yo'qolib qoldi. Bitovoy bo'lib qoldi. Bitovoy ya'ni shu mashina, uy, joy, uylanish, orqasidan sirazu keyin farzandlarga to'y, u yog'iga kiyim-kechak qil. Ilmiga pul tikmagan odamlar qizlariga, farzandlariga kiyimiga pul tikib olib qo'yadi. Bu achinarli bo'lib qoldi. Achinarli bo'lib qoldiki, shu narsalarni to'g'rilashda mana bizdan boshlashimiz kerak. Kerak bo'lsa kamaytirishimiz kerak. Kerak emas narsalarni. Bir biznesmen aytganiday, kambag'allar o'zi aslida boy bo'ladi. Sababi uyda kerak emas narsalar ko'p bo'ladi degan. Kerak emas. Uyda kerak emas narsalarni hammasini yo sotib, yo podarka qilib, umuman kerak emas narsani yo'qotsa, u biladi qancha o'zi u narsalarni olmasligini. Tushunyapsizlarmi? Bizda bu kerak bo'lib qoladi deb qo'yaveramiz-ku. O'sha narsalar o'sha kerak bo'lgan paytida yo modadan qolgan bo'ladi, yo umuman kerak emas bo'lib qoladi. Rossiyaga bir marta kelaman deydi-da, ketaman deydi. Xuddi bu yerda tayyorlab turibdi birov, qo'sh qilib, yig'ib turibdi-da, kesing, eshmat olsang ketasan deb. Kelgandan keyin o'rganadi. O'zbekistonda ichida g'arazi bo'lib turib, harom xalish yeb turib yoki bo'lmasa boshqa ishlariga, jinoyatlarga qila olmay yurgan odamlar, aka-ukalarimiz bor, mahalla kuylar nima deydi deb yurganlar kelgandan keyin haligini erkinlikni his qiladi-da, alkogol arzon. Alkogolni arzonni bahona qilib, qizlarni kalta kiyishini bahona qilib jinoyatlar qilishni boshlaydi. Aslida uning fikri kelayotganida, vatanidan kelayotganida edi. U faqat kelib bu yerga o'zini asl yuzini ko'rsatdi. Juda ko'p bunaqalarimiz, juda ko'p. Hozir mana studentlarga tegishni boshlayapti. Uzoq, yaqin, elas xabarlardan. Mana bizda farosatni ishlatdik-ku. Xabarlarda voy urdi so'xtin emas, shu elas kelayotgan xabarlardan ham eshitsangiz, ko'rsangiz, masalan, turli xil saytlarda, men mahalliy saytlarni ko'p kuzataman-da. Biron bir kichkina shaharchaning institutdagi, общаgadagi bolalarning qilayotgan, masalan, kechagina birodarlarimizning, turkmanlarning haqida gap ketdi. Uni mahalliy saytlar ko'rsatdi. Hali ularda keyin boy har xil turli xil gruppalar eshitib ko'rib qolsa, ommaga chiqarishni boshlaydi. Demoqchiman, bizda o'zim ham institutda ko'p ko'raman-da. 2-3 o'zimizniklar yig'ilib qolgandan keyin, mana hatto o'zimizning gruppamizda, rus tiliga boramiz-da, hamma institutimizdagi inostranslar rus tiliga boradi. Rus tilidan chiqamiz yoki kutamiz-da. Nima haqida gap bo'ladi? Rus tilini qanday o'rganyapsan? Rus tili qandaymi yoki o'tib ketayotgandami? Nima deb o'ylaysizlar? Albatta, ikkinchisi. Kim nima, qanaqa kiyingan, qanday turmakda, qanaqa eri bormi? Shu gap. Achinarli. Shuning uchun demoqchiman, nima qilishimizdan qat'iy nazar o'qishga kelamizmi, o'qiymizmi, yashaymizmi? Men nimaning tarafdoriman? O'zingni o'zgartirmaganingcha boshqalar o'zgarmaydi. Qanday yaxshi bo'lmang, u onangiz, otangiz uchun.
Lekin ko'chadagilar uchun sizning xatti-harakatingiz, postupkangiz ko'rinadi. Ayni boshqa davlatda ayniqsa. Shunday azizlar. Bu bilan nima deymiz? Sog'lom bo'laylik, maqsad bilan kelaylik, maqsad bilan.